Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun men siz bilan juda muhim mavzu haqida gaplashaman. Agar siz nafaqaxo'r bo'lsangiz yoki tez orada nafaqaga chiqmoqchi bo'lsangiz, bu ma'lumot siz uchun hayotiy ahamiyatga ega. Ko'pchilik o'z nafaqasining adolatli miqdorini olmayapti va buning sababi ko'pincha oddiy ma'lumot yetishmasligidir. Lekin bugun men sizga ayniqsa o'tmaygacha kelishingiz kerak bo'lgan bir narsani aytaman. Bu sizning nafaqangizni sezilarli darajada oshirishi mumkin. Bu juda muhim muddat, uni e'tiborsiz qoldirish katta moliyaviy yo'qotishlarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun bu videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Hozirroq kanalimizga obuna bo'ling va like bosishni unutmang. Bu sizning kelajagingiz uchun qilingan eng muhim qadamlardan biri bo'lishi mumkin. Keling avvalo muammoning ildiziga chuqur nazar tashlaylik. Ilgari nafaqalarimizni hisoblashda ba'zi cheklovlar mavjud edi. Misol uchun ko'plab fuqarolarimizning mehnat daftarchalarida barcha ish joylari to'liq aks ettirilmagan bo'lishi mumkin edi yoki ba'zi bir muddatdagi daromadlar yetarlicha hujjatlashtirilmagan. Bu ayniqsa mustaqillikning dastlabki yillarida hujjatlashtirish tizimi hozirgidek mukammal bo'lmagan davrlarda keng tarqalgan holat edi. O'sha paytlar ko'pchilik odamlar norasmiy ravishda ishlagan, chet elga borib kelgan yoki kichik korxonalarda mehnat qilgan, ammo ularning mehnat daftarchalariga tegishli yozuvlar kiritilmagan. Natijada ko'plab nafaqaxo'rlar o'zlarining mehnat stajlari yoki daromadlari to'g'risidagi barcha ma'lumotlar hisobga olinmagani sababli kutganidan ancha kam nafaqa olib kelishardi. Tizim avtomatik ravishda mavjud hujjatlar asosida hisoblar edi va agar qandaydir hujjatlar yetishmasa, bu shunchaki e'tibordan chetda qolar edi. Bu esa o'z navbatida nafaqaxo'rlar o'rtasida adolatsizlik hissini paydo qilar edi. Chunki bir yil mehnat qilgan, ammo turli sabablarga ko'ra hujjatlari to'liq bo'lmagan kishilar kamroq nafaqa olishardi. Lekin hozir vaziyat butunlay o'zgardi. Hukumat nafaqa ta'minoti tizimini yanada adolatli va shaffof qilish maqsadida bir qator yangi tartiblarni joriy etdi. Bu o'zgarishlar ayniqsa ilgari nafaqa hisoblanayotganda e'tiborga olinmagan, ammo qonuniy asosga ega bo'lgan mehnat stajlari va daromadlarni ham hisobga olish imkoniyatini yaratdi. Bu juda muhim qadam, chunki u nafaqaxo'rlarga o'zlarining uzoq yillik mehnatlari uchun munosib ta'minotni olish imkonini beradi. Endi sizning nafaqangizni hisoblashda nafaqat rasmiy mehnat daftarchasidagi yozuvlar, balki boshqa tasdiqlovchi hujjatlar ham asos bo'lishi mumkin. Eng muhimi, bu imkoniyat cheklangan muddatda aynan o'tmaygacha taqdim etilgan arizalar uchun amal qiladi. Agar siz ushbu muddatgacha tegishli hujjatlarni topshirsangiz, sizning nafaqangiz sezilarli darajada oshirilishi mumkin. Bu shuningdek davlatning har bir fuqaroning mehnatini qadrlashiga va ijtimoiy himoyani kuchaytirishga qaratilgan siyosatining yaqqol ifodasidir. Bu imkoniyatni boy bermaslik har bir nafaqaxo'rning yoki nafaqaga chiqish arafasidagi har bir fuqaroning manfaatiga xizmat qiladi. Endi esa ushbu o'zgarishlarning eng muhim jihatlari va kimlar bunga jiddiy e'tibor qaratishi kerakligi haqida batafsil gaplashamiz. Siz bilishingiz kerak bo'lgan eng asosiy narsa shundaki, nafaqa qonunchiligiga kiritilgan so'nggi o'zgartirishlar ayniqsa ilgari e'tibordan chetda qolgan yoki to'liq hisobga olinmagan mehnat stajlarini qayta ko'rib chiqish imkoniyatini beradi. Bu nima degani? Bu degani, agar siz ilgari rasmiy ro'yxatdan o'tmagan holda, masalan, dehqon xo'jaligida, tomorqa xo'jaligida, oilaviy pudratda ishlagan bo'lsangiz yoki chet elda mehnat faoliyatini olib borgan bo'lsangiz, endi bu davrlarni ham mehnat stajingizga kiritish va shu orqali nafaqa miqdorini oshirish imkoniyatiga egasiz. Shuningdek, ba'zi bir sabablarga ko'ra sizning mehnat daftarchangizda aks etmagan davrlar uchun ham tegishli hujjatlar asosida nafaqa miqdorini qayta hisoblash mumkin. Bu esa ilgari bo'lmagan yangi imkoniyatlarni ochadi. Kimlar ayniqsa tashvishlanishi kerak? Birinchidan, agar sizning nafaqangiz siz kutganingizdan ancha past deb hisoblasangiz, siz bu masalani jiddiy ko'rib chiqishingiz shart. Ko'pincha odamlar o'zlarining butun mehnat faoliyatini hisobga olinganiga ishonch hosil qilmaydilar. Ikkinchidan, agar sizda norasmiy ish staji bor bo'lsa, masalan 1960 yillardan keyin mustaqillikning dastlabki yillarida ko'pchilik norasmiy ravishda ishlagan, lekin buni tasdiqlovchi hujjatlar yetishmaydi deb o'ylashadi. Endi bu holatlar uchun ham yechim topilgan. Ya'ni bu davrlar uchun ham dalillarni taqdim etish mumkin. Uchinchidan, chet elda ishlagan fuqarolarimiz ilgari chet eldagi mehnat stajini
hisoblash juda murakkab jarayon edi, ba'zida umuman imkonsizdek tuyulardi. Hozir esa tegishli davlatlar bilan tuzilgan shartnomalar yoki boshqa hujjatlar asosida bu stajni ham e'tiborga olish mumkin. Bu chet elda mehnat qilgan minglab fuqarolarimiz uchun katta imkoniyat. To'rtinchidan, agar sizning mehnat daftarchangizda qandaydir satolar yoki nomuvofiqliklar mavjud bo'lsa, ba'zan shunchaki satoliklar tufayli bir necha yil staj yo'qolgan bo'lishi mumkin. Bu satolarni tuzatish uchun ham hozir qulay fursat. Beshinchidan, agar siz nafaqaga yaqin qolgan bo'lsangiz va nafaqaga chiqishdan oldin o'z stajingizni va daromadingizni to'liq tekshirib, maksimal nafaqa miqdorini ta'minlashni istasangiz, bu aynan siz uchun. Kimlar tashvishlanmasligi kerak? Agar sizning butun mehnat stajingiz rasman hujjatlashtirilgan bo'lsa, sizning nafaqangiz allaqachon to'liq hisoblangan bo'lsa va sizda qo'shimcha staj yoki daromadni tasdiqlovchi hech qanday hujjat bo'lmasa, unda siz uchun bu o'zgarishlar unchalik ahamiyatli bo'lmasligi mumkin. Lekin shuni ham yodda tutingki, ba'zan kichik bir tafsilot ham nafaqa miqdoriga katta ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuning uchun hatto siz o'zingizni tashvishlanmasligi kerak deb hisoblasangiz ham videoni oxirigacha ko'rib chiqing. Balki bilmagan nuanslarni topib qolarsiz, bu esa sizning kelajakdagi nafaqangizni yaxshilashga yordam beradi. Keling, bir nechta real hayotiy misollarni ko'rib chiqamiz. Ular vaziyatni yanada aniqroq tushunishingizga yordam beradi. Birinchi misol, Ahmad aka 65 yosh. 1995 yildan 2000 yilgacha Rossiyada qurilish sohasida ishlagan. Uning o'sha davrdagi daromadlari va staji haqida faqat shartnoma nusxalari va bank o'tkazmalari bor edi. Ilgari uning bu staji hisobga olinmagan, chunki O'zbekiston hududidagi ish stajini tasdiqlovchi rasmiy hujjatlar yo'q edi va o'sha paytlar chet eldagi stajini hisoblash uchun aniq mexanizmlar deyarli mavjud emasdi. Natijada uning nafaqasi hisoblanayotganda bu 5 yil umuman e'tiborga olinmadi. Bu esa uning nafaqa miqdorini sezilarli darajada pasaytirgan. Endi esa yangi qoidalar asosida u ushbu 5 yillik stajni tasdiqlovchi hujjatlarni, masalan, chet eldagi ish joyidan ma'lumotnoma, mehnat shartnomasi, ish haqi to'langanini tasdiqlovchi bank kvitantsiyalari, nafaqa jamg'armasiga taqdim etishi mumkin. Tasavvur qiling, bu 5 yil qo'shimcha staj uning nafaqasini oyiga 100 so'mga oshirishi mumkin. Bir yilga hisoblaganda esa bu falaki kirin Ondoksam eksi 100.000 so'm degani, 10 yil ichida bu 8.000 so'm qo'shimcha daromad degani. Bu o'zgarish nafaqaxo'rning hayot sifatini sezilarli darajada yaxshilashi mumkin bo'lgan juda katta pul, shunday emasmi? Ikkinchi misol, Dilbar opa, 60 yosh. U 2005 yildan 2015 yilgacha maktabda o'qituvchilikdan tashqari shaxsiy o'quv markazida repetitorlik bilan shug'ullangan. Bu davrda u yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ruxsatdan o'tmagan, lekin undan ta'lim olgan o'quvchilarning ota-onalaridan pul o'tkazmalari bank orqali amalga oshirilgan. Ilgari uning bu daromadlari va shunga muskiladigan staji hisobga olinmas edi, chunki rasmiy hisobotlar yo'q edi. Faqatgina maktabdagi oyligi asosida nafaqa hisoblangan edi. Bu esa uning real daromadidan ancha kam edi. Endi esa u o'zining bank hisob varagi ko'chirmalari, o'quvchilar bilan tuzilgan shartnomalar yoki ularning ota-onalaridan olingan ma'lumotnomalar orqali soliq deklaratsiyalari asosida daromadlarini tasdiqlashi mumkin. Bu uning o'rtacha oylik ish haqini sezilarli darajada oshirib, nafaqa miqdorini 100.000 so'mga ko'tarishi mumkin. Sabab yil davomidagi bu qo'shimcha ish staji nafaqasiga doimiy ravishda ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bu esa har oyda qo'shimcha mablag' degani. Uchinchi misol, Sarvar aka 67 yosh. U 1990 yillarda tugatilgan bir zavodda 7 yil ishlagan. Zavod yopilganda uning mehnat daftarchasidagi yozuv yo'qolgan yoki arxiv hujjatlari topilmaydi. U qancha harakat qilmasin, bu stajini tasdiqlay olmagan va shu sababli uning nafaqasi kamroq hisoblangan edi. Hozir esa sud orqali yoki guvohlarning ko'rsatmalari asosida. Agar boshqa hujjatlar topilmasa, bu davrni tasdiqlash imkoniyati paydo bo'ldi. Faraz qilaylik, bu 7 yil uning nafaqasini oyiga 200.000 so'mga oshirishi mumkin.
Bu juda muhim o'zgarishdir. Har bir kishi o'zining mehnat faoliyatining har bir yilini, har bir oyini qadrlashga haqli. Va endi bu huquqni tiklash uchun real imkoniyat paydo bo'ldi. Ko'rib turganingizdek, hatto kichik bir davr ham yoki ilgari e'tibordan chetda qolgan daromadlar ham sizning nafaqangizga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Asosiysi bu imkoniyatni qo'ldan boy bermaslik va vermaygacha harakat qilish. Bu har bir fuqaroning hayotida sodir bo'lishi mumkin bo'lgan o'zgarish bo'lib, uning moliyaviy barqarorligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Har qanday yangilikda bo'lgani kabi, bu yangi tartibda ham o'zining istisnolari, tuzoqlari va unchalik aniq ko'rinmaydigan jihatlari bor. Ularni bilish sizning ishingizni ancha osonlashtiradi va vaqtingizni tejaydi. Bu jarayonni har bir bosqichida tushunish sizning nafaqa miqdorini oshirishga bo'lgan urinishlaringizning muvaffaqiyatini ta'minlaydi. Istisnolar birinchidan har qanday mehnat stajini yoki daromadni tasdiqlab bo'lmaydi. Masalan, agar sizning ishingiz juda uzoq yillar oldin bo'lgan bo'lsa va bu haqda hech qanday, mutlaqo hech qanday hujjat, mehnat daftarchasi yozuviy, buyruq, shartnoma, ma'lumotnoma, guvohlik topilmasa, unda bu davrni hisobga olish juda murakkab bo'lishi mumkin. Lekin bu degani emas, harakat qilib ko'rmaslik kerak. Har doim biror yechim topilishi ehtimoli bor. Masalan, tashkilot nomi o'zgargan bo'lishi mumkin, lekin arxivda uning hujjatlari saqlanib qolgan bo'lishi mumkin. Ba'zan shunchaki gidikidip qidiridi dietri satchi shumonte tot a mosotsetachwo pa meshinne takinendidi nien nanikritchana. Dasa ko'chinganna kachalik kaytirish orqali ham kerakli hujjatlar topilishi mumkin. Ikkinchidan, ba'zi turdagi mehnat faoliyatlari, masalan, yuridik shaxs maqomiga ega bo'lmagan jismoniy shaxsga xizmat ko'rsatish, agar u o'zini yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tkazmagan bo'lsa va siz bilan rasmiy shartnoma tuzmagan bo'lsa, nafaqa stajiga kiritilmaydi. Bu kabi holatlarda sizning huquqlaringiz himoyalanmagan bo'lishi mumkin. Shuning uchun har doim rasmiyatchilikka rioya qilish juda muhim, ammo o'tmishda bu har doim ham imkoni bo'lmaganini tushunamiz. Uchinchidan, ayrim davlatlardagi ish stajini hisoblash uchun O'zbekistonning o'sha davlat bilan ijtimoiy ta'minot bo'yicha tegishli shartnomalari bo'lishi kerak. Agar bunday shartnoma mavjud bo'lmasa, chet eldagi stajni hisoblash ancha murakkablashishi mumkin. Lekin ko'plab MDH davlatlari bilan bunday shartnomalar mavjudligini unutmang. Masalan, Rossiya, Qozog'iston, Ukraina kabi davlatlar bilan shartnomalar amalda. Shuning uchun agar siz shu davlatlarda ishlagan bo'lsangiz, albatta bu imkoniyatni tekshiring. Tuzoqlar va noaniq nuanslar. Birinchi tuzoq bu bir may muddatini o'tkazib yuborish. Eng katta tuzoq bu bir may muddatini e'tiborsiz qoldirish. Bu muddat shunchaki bir sana emas, balki hukumat tomonidan berilgan noyob imkoniyatdir. Agar siz shu muddatgacha murojaat qilmasangiz, keyinchalik bu imkoniyatdan foydalanish ancha qiyinlashishi yoki umuman imkonsiz bo'lishi mumkin. Hukumat bu muddatni bejizga belgilamadi. Bu ma'lum bir davr ishida barcha eskirgan masalalarni hal qilish uchun berilgan noyob imkoniyat. Keyinchalik buning uchun qo'shimcha qonunchilik aktlari qabul qilinishi juda kam ehtimol. Shuning uchun bugundan boshlab harakat qiling. Vaqt juda oz qoldi. Har bir kun muhim. Ikkinchi tuzoq noto'g'ri hujjatlar taqdim etish va ba'zida odamlar nafaqa jamg'armasiga to'liq bo'lmagan yoki noto'g'ri rasmiylashtirilgan hujjatlarni olib boradilar. Bu esa arizani ko'rib chiqish muddatini uzaytiradi yoki hatto rad etilishiga olib keladi. Har bir hujjatning to'g'ri rasmiylashtirilganligiga va barcha zarur ma'lumotlarni o'z ichiga olganligiga ishonch hosil qiling. Agar shubhangiz bo'lsa, nafaqa jamg'armasi mutaxassislariga murojaat qilishdan tortinmang. Ular sizga bepul maslahat berishlari shart. Masalan, chet el hujjatlari apostil bilan tasdiqlanishi kerakmi, yo'qmi? Buni oldindan aniqlab oling. Uchinchi noaniq nuans guvohlik ko'rsatmalarining ahamiyati. Agar sizda mehnat stajini bo'lmasa, ba'zi holatlarda sud orqali guvohlarning ko'rsatmalari asosida stajni tasdiqlash mumkin. Bu, masalan, korxona tugatilgan va arxiv hujjatlari yo'qolgan holatlarga taalluqli. Lekin bu jarayonning o'ziga xos talablari bor. Kamida 2 nafar guvohning ko'rsatmasi kerak bo'ladi. Ular siz bilan bir davrda, bir joyda ishlagan bo'lishi shart va ular o'z mehnat stajlarini tasdiqlovchi hujjatlarga ega bo'lishlari lozim. Bu jarayon sud orqali amalga oshiriladi va biroz vaqt talab qilishi mumkin. Shuning uchun bu variantni ko'rib chiqayotganlar ham imkon qadar tezroq harakat qilishlari zarur, chunki sud ishlari bir necha oyga cho'zilishi mumkin. 4-chi noaniq nuans daromadlarni tasdiqlash usullari. Ba'zida mehnat staji bor, lekin yuqori daromadni tasdiqlash qiyin bo'ladi.
ilgari nafaqa hisoblanayotganda eng kam ish haqi asos qilib bo'lingan bo'lishi mumkin. Bu esa nafaqa miqdorini pasaytiradi. Endi esa banka hisobvarroq ko'chirmalari, soliq deklaratsiyalari, shartnomalar, pul o'tkazmalari, kvitantsiyalari kabi hujjatlar orqali ham daromadlarni tasdiqlash mumkin. Bu ayniqsa yakka tartibdagi tadbirkorlar yoki mustaqil ravishda faoliyat yuridiriy yurvaray ta'tigarlikka palaki kandak talakalik pavaqanazab parepa ujudid ajanmakapu mujid jindan dahalnan juda muhim. Har qanday moliyaviy transaksiya izlari hozir dalil bo'lishi mumkin. 5-aniq nuans qaytanib palati tayalay alatiden qayta hisoblashning murakkabligi, nafaqa miqdorini qayta hisoblash murakkab matematik jarri. Karatikiya ara ay azonondan Net buna şu inşunanda inşunakın çahap bahşakim balı tadi ilal ilten ellallalalitrin larini qoşiş emas. Balki her bir davrdagi ortacha ish haqi ijtimoiy sug'urta badallari va boshqa omillarni hisobga olishni talab qiladi. Qonunchilikka ko'ra nafaqa hisoblashda ketma-ket istalgan 5 yil davomidagi umumiy ish staji davriga kirgan. O'rtacha ish haqi asos qilib olinadi. Ya'ni sizning eng yuqori daromad olgan 5 yillik davringizni tanlab nafaqangizni hisoblashlari mumkin. Shuning uchun o'zingiz biror sulosaga kelishdan oldin mutaxassis bilan maslahatlashing. Ular sizning vaziyatingizni to'g'ri baholab, qanday hujjatlar kerakligini aniq aytib berishadi va eng foydali variantni topishga yordam berishadi. Bu jarayonning murakkabligini tushunish sizni mutaxassis yordamiga murojaat qilishga undaydi. Endi esa eng muhim qism, siz nima qilishingiz kerak? Qadam ba qadam ko'rsatma beraman. Bu ko'rsatmalarga amal qilsangiz, siz o'z maqsadingizga erishishingiz ancha oson bo'ladi va bir may muddatini o'tkazib yubormaysiz. Birinchi qadam mavjud nafaqa hujjatlaringizni to'liq ko'rib chiqing. Boshlang'ich nuqta bu sizning hozirgi nafaqangiz qanday hisoblanganligini tushunish. Sizda mehnat daftarchasi, nafaqa guvohnomasi va nafaqa jamg'armasi tomonidan berilgan nafaqa hisobi haqidagi ma'lumotnoma bo'lishi kerak. Ushbu hujjatlarni diqqat bilan o'rganib chiqing. Ayniqsa mehnat stajingiz va ish haqingiz qaysi davrlar uchun hisobga olinganligiga e'tibor bering. Ba'zi satolar yoki hisobga olinmagan davrlar shu yerda yaqqol ko'rinishi mumkin. Har bir sanaga, har bir yozuvga e'tibor bering. Kimlardir ba'zida mehnat daftarchasida satoliklar mavjudligini bilmaydi va bu esa kelajakda katta muammolarga olib kelishi mumkin. Ikkinchi qadam, yo'qolgan mehnat davrlarini va daromadlarni aniqlang. Sizning hayotingizda qaysi davrlar uchun mehnat staji yoki daromadlar hisobga olinmaganini aniqlang. Ehtimol bu yuqorida aytib o'tganimizdek chet eldagi ish, norasmiy ishlagan davrlar, yakka tartibdagi tadbirkorlik faoliyati yoki shunchaki mehnat daftarchasiga yozilmay qolgan bir necha yillik ish staji bo'lishi mumkin. Sotirangizni yangilang, eski hujjatlarni, diplomlarni, shartnomalarni, hatto eski kalendarlarni ham ko'rib chiqing. Oilaviy albomlar, eski ish joylaridan olingan har qanday sertifikatlar yoki tashakkurnomalar ham ba'zan foydali dalil bo'lishi mumkin. Har bir kichik detal muhim ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Hatto qarindoshlaringiz yoki sobiq hamkasblaringizdan ma'lumot olishga harakat qiling. Ular sizga qaysi davrlarda, qayerda ishlaganingizni eslatishlari mumkin. 3-qadam, tasdiqlovchi hujjatlarni to'plang. Bu eng muhim bosqich. Siz aniqlagan har bir yo'qolgan davr yoki daromad uchun tasdiqlovchi hujjatlarni yig'ishingiz kerak. Bu jarayon ko'proq vaqt talab qilishi mumkin. Shuning uchun imkon qadar tezroq boshlash kerak. Qayerdan olish mumkin va qanday hujjatlar? A. Mehnat staji uchun. Sizning mehnat daftarchangizning asl nusxasi va uning nusxasi kerak bo'ladi. Shuningdek, ishga qabul qilish, ishdan bo'shatish, lavozim o'zgarishi haqidagi mehnat shartnomalari va buyruqlarining nusxalari. Agar siz ishlagan korxonalar hali ham mavjud bo'lsa, ulardan ish davri, lavozim, ish haqi haqida ma'lumotnomalar olishga harakat qiling. Agar korxona tugatilgan bo'lsa, uning arxividan davlat arxivlari, hududiy arxivlar, ma'lumotnoma olishga harakat qiling. Bu jarayon biroz bürokratik bo'lishi mumkin, lekin bu ma'lumotnomalar juda muhimdir. Agar arxiv hujjatlari topilmasa, sud orqali guvohlarning ko'rsatmasi asosida stajni tasdiqlash mumkin. Bu holda sizga kamida 2 nafar guvoh kerak bo'ladi. Ular siz bilan bir davrda, bir joyda
ishlagan bo'lishi shart va ular o'z mehnat stajlarini tasdiqlovchi hujjatlarga ega bo'lishlari lozim. Chet eldagi ish staji uchun esa chet el korxonasidan berilgan ma'lumotnoma, mehnat shartnomasi, ish haqqi, to'langanligi haqidagi bank ko'chirmalari talab qilinadi. Ushbu hujjatlar qonuniy kuchga ega bo'lishi uchun apostil qo'yilgan yoki konsullik tasdiqlangan bo'lishi talab qilinishi mumkin. Bu haqda oldindan o'zingizning hududiy pensiya jamg'armasidan aniqlash zarur. Yakka tartibdagi tadbirkorlar uchun soliq idoralaridan ma'lumotnoma, soliq to'laganligi haqida, tadbirkorlik faoliyati davridagi daromad va xarajatlar deklaratsiyalari ham tasdiqlovchi hujjat bo'lishi mumkin. Bedaromadlar uchun nafaqa miqdorini oshirish uchun ish joyidan berilgan ish haqqi haqidagi ma'lumotnomalar asosiy hujjat hisoblanadi. Agar sizga daromadlar bank orqali kelgan bo'lsa, bank hisoblariga ko'chirmalari ham juda muhim. Shuningdek, soliq deklaratsiyalari, xizmat ko'rsatish, ijara va hokazo shartnomalar va ular bo'yicha olingan to'lovlar kvitantsiyalari ham daromadlarni tasdiqlash uchun xizmat qiladi. Nafaqa hisoblash uchun ket istalgan necha yil davomidagi ish haqqi o'rtacha asos qilib olinadi. Shuning uchun ayniqsa yuqori daromad olgan davrlaringizga e'tibor bering va aynan shu davrlar uchun ma'lumot to'plashga harakat qiling. Muhim. Barcha hujjatlarning asli va ularning nusxalarini tayyorlang. Nusxalar notarial tasdiqlangan bo'lishi talab qilinishi mumkin. Buning uchun notariusga murojaat qilish kerak bo'ladi. 4-qadam. O'zingiz yashash joyingizdagi O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qiling. Barcha kerakli hujjatlarni to'plaganingizdan so'ng siz to'g'ri nafaqa jamg'armasining o'zingizga yaqin bo'lgan bo'limiga borishingiz kerak. Yoki agar imkoniyat bo'lsa, elektron tarzda davlat xizmatlari markazlari orqali ham murojaat qilish mumkin, lekin murakkabroq holatlarda shaxsan borish afzalroqdir, chunki sizning vaziyatingizni to'liq tushuntirib berish imkoniyati bo'ladi. O'zingiz bilan shaxsini tasdiqlovchi hujjat va barcha to'plangan hujjatlarni oling. Oldindan mutaxassisdan maslahat olish juda foydali bo'ladi, chunki u sizning hujjatlaringizning to'liqligini tekshirib berishi mumkin. 5-qadam, arizani to'g'ri to'ldiring va hujjatlarni topshiring. Nafaqa jamg'armasi iqtisodiy sizga nafaqa miqdorini qayta hisoblash bo'yicha ariza namunasini beradi. Arizada siz o'z ism sharifingizni, pasport ma'lumotlaringizni, yashash joyingizni va eng muhimi, aynan qaysi davrlar uchun mehnat stajini yoki daromadlarni qayta hisoblashni so'rayotganingizni aniq ko'rsatishingiz shart. Misol uchun siz bunday yozishingiz mumkin. 1998 yildan 2000 yilgacha Rossiya Federatsiyasida Stroy servis MCHJ'da ishlagan davrimni mehnat stajimga qo'shishni va shu davrdagi daromadlarimni nafaqa hisobiga kiritishni so'rayman. Tasdiqlovchi hujjatlar ilova qilinadi. Yoki 2005 yildan 2015 yilgacha shaxsiy repetitorlik faoliyatim davridagi daromadlarimni nafaqa hisobiga kiritishni so'rayman. Bu davrdagi bank o'tkazmalari ilova qilinadi. Barcha hujjatlarni arizaga ilova qilib topshirganingizdan so'ng ularning qabul qilinganligi haqida tilxat olishni unutmang. Bu tilxat sizning murojaatingiz rasman qabul qilinganligini tasdiqlaydi va kelajakda qandaydir tushunmovchiliklar yuzaga kelganda siz uchun dalil bo'lib xizmat qiladi. 6-qadam, jarayonni kuzatib boring. Arizangiz ko'rib chiqishga topshirilgach, u bir muncha vaqt talab qilishi mumkin. Odatda bu 10-15 ish kuni ichida amalga oshiriladi, ammo murakkab holatda mumkin. Nafaqa jamg'armasi sizning hujjatlaringizni o'rganadi, zarur bo'lsa so'rovlar yuborishi mumkin. Bu jarayonni kuzatib borishdan erinmang. Agar ma'lum bir muddat o'tgach javob bo'lmasa, qaytadan murojaat qiling yoki pensiya jamg'armasiga telefon qilib arizangizning holatini so'rang. Ehtimol qo'shimcha ma'lumotlar talab qilinishi mumkin. Bu holda sizga qo'shimcha hujjatlarni topshirish kerak bo'ladi. Qonunchilikka ko'ra murojaatlar tegishli muddatlarda qo'rib chiqilishi shart. Har qanday kechikish yoki rad javobi bo'lsa, sababini aniqlab yana harakat qilishdan to'xtamang. Unutmang, vatmay, bu so'nggi muddat.
Hozir harakat qilish orqali siz o'zingiz va oilangiz uchun moddiy farovonlikni sezilarli darajada yaxshilashingiz mumkin. Har bir yil, har bir oy sizning kelajagingiz uchun muhim. Shuning uchun bu imkoniyatni boy bermang va faol bo'ling aziz do'stlar. Ko'rib turganingizdek o'tmaygacha o'z nafaqangizni oshirish uchun sizda haqiqiy imkoniyat bor. Bu nafaqat qo'shimcha pul, balki sizning uzoq yillik mehnatingizga bo'lgan hurmat va adolatli munosabatdir. Bu imkoniyatni qo'ldan boy berish moliyaviy barqarorligingizga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuning uchun bu videodagi ma'lumotlarni e'tiborsiz qoldirmang, imkon qadar tezroq harakat qiling. O'zingiz va yaqinlaringiz uchun bu imkoniyatdan foydalaning. Agar savollaringiz bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Men imkon qadar ularga javob berishga harakat qilaman. Bu videoni foydali deb hisoblagan bo'lsangiz, like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Chunki biz kelgusida ham siz uchun foydali va muhim ma'lumotlarni taqdim etishda davom etamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling.